Assalomu alaykum YouTube'da bizni muntazam kuzatib boruvchilar. Ko'rishingiz mumkin, bugun ham xizmatdamiz. Xizmatimiz Samarqandda bo'lyapti. Bu yerda konteyner profilidan firma tom qilib xizmat qilib berishgan asakali akalarimiz. Biz Xitoyga sifatli, issiq sovuq o'tkazmaydigan, ham yengil, yuk tushmaydigan mahsulot yana lombasga beryapmiz. Ko'pchilik buni shilankada qo'yasizlarmi deb so'rayapti. Shilankada qo'yadiganlar buni ajratib cho'lga yo'q chiqyapmiz. Bu bizda bunaqa bochkalarda tomga olib chiqib suv hamma yoq tomda turadi. Gipslar bilan, semenlar bilan quyiladigan narsa bu. Parashoylar bilan. Juda ham yengil, sifatli bo'ladi. Tomlarga umuman yuk tushmaydi, issiq sovuqni zo'r ushlaveradi. Samarqanddagi ishimiz juda ham qizg'in ketyapti. 140 kvadrat ferma tomimizga 10 cm qilib bosib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bir donadan like bosib, podpiskani bosib qo'ysanglar, sizlardan juda ham minnatdor bo'lamiz. Like bosishdan chiqmasin.